Oy. Assalamu alaikum. Ha, to'xtaqinma. Voy men ba. Mana hozir ishdan chiqayli deb turman-ku. Ha, shundami? Hammangni tayyor bo'lib qolganmi? Ha, yaxshi bo'libdi. Ha. Bugun bor-ku, ay shaxmatda turdigan qil tayyorlik qilib qo'yinglar juma. Ha? Yo'q, bugun mening tok besimimni aytib yuqira. Ha, ma'qilamiz. Ha, ma'qul. Aldirab ketganda qeraniki. Bu kimden de aldırağa vaktimde. Hey, assalamu alaikum. Ha, kızım. Ha, kana avalını yakşın bala. Ha. Ben şu hazır bir şahmet oynap çireydip menişimde. Ha. Ondan sen bilen bildi mi? Ha, yakşı olup da. Nime? Hat. Ha. Nerede koydum dedin ha? Ha, kördüm ha. Ha, ma'qul. Ha, ma'qul, hoş. Aldırğanda nemi dep eliştirdiğandı bu xat deydi. Söyümlük dadamga. Canım dada. Belki bu xatni qo'lingga olganingda hayron qolgansa, sana deydigan ikki muhim ish bor. Avval qaysini deysan bo'la? Eng yaxshisi yeni kerakini dey. Dada, men ajrashib ketmoqchi. Belkim hayron qolgansa dada, men sababini deb beray. Dilmurat bek pixsiq, meni iqtisoddan bak qisvetdi. Maaş kartam onunda turdu. So'rasam bek testi berdi. Bilemsen dada, o adam ba yo'q demay menga vaqiraydi. Onun deyishcha, sizlarni oyda bir qitimni yo'qlasam yetarlikken. Dada, so'zlasam gap chiq. Asli demaydigan, lekin sizlarga nim deb tushuntirishni bilmadim. Yana bir ishni deyish tilim bormayotdi dada. Bu ish texmi eg'ir. Dada, opam eg'ir kasal. Doktor onun uzun vaqt qolmadi deydi. Opamga eg'ir kammisin deb demedim. Sana demay ilojim bo'lmadi. Lekin opamga qandoq deyishni bilmadim. Hatta okamga mı demedim. Canım dada, opamdan ayrılıp qalsa qandoq qilamiz? Canım dada, endi opamdan ayrılıp qalsa qandoq mı qilamiz? Qandoq qilamiz? Qandoq qilamiz? Dadısı, bulunla ısıqı tamqanlar ye bulunla. Dadısı, bu köynekni yengişli bilingla. Avının yaqısıca sel kırıp qaptı. Oy, dadısı, becərsіңli yok mu nime? Oy, doğru hiç olamsın ya. Ömrünla uzun bolsun dadısı. Ne için bolsun mu? Saxtırınlacı mı? Meni saqtur deb o'zingning bo'lgansa onasi. Bu rostmidi, yolg'onmidi? Ey, bola deb mushkuniga kelibdi. Saatiga rohatli ko'z tutmagandim. Acayip durumuna birdemde putqunumda mağdırqanmıda. Dada biz geldik. Dada biz geldik. Ecep yürüp kettim ha. Vay biz geldik dadısı. Geldin lan ha. Vay. Oy. Ne mi o dadısı tıkıştırıp atqanın la? Hiç neme. Meni vaqt qaldın deb xap olap qaldın la Aqcan. Xap olmang la. Yo'q. Hemen qanmış pistak qızın la. Bana balak iştirek tamak edelim bu la. Yo'q, qo'sqimni ochqandek emas onasi. O'tiringlar, erib ketdinglar Aqcan ha. O'tiringlar. Ma'qul. O'tiringlar. Ha? Onasi,
bir yeringni og'rimaydiganda, ha? Voy, shundoq obdan turmandim dadisi. Voy, qo'z qechib ketgan o'xshaydi bolam dadangning. İştigrek tamam qilayli. Oy opa, ben herip kettim. Ben birden oldurib olayçu. Her hastada opamningchu yüz terisini ben qurg'oqlashib ketibdi. Qerib ketmasin deb buni eppadim. Anasi, choy qushib beraymi? Dada! Oy, men sana gap qilyaptim, qara. Tex bu ko'ylakni oldim. Qara, chiroyliqmikan? Ha, chiroyli ekan. Qizim, mana anaga choy damlab chiq. Bo'ldi balam, bo'ldi. Dadisi, Ha? tani qilmayotgansizlar. Tuyuqsizli bunday ko'ngil bo'lib ketsanglar. Ko'namayapsa, opa. Shu emasmi? Choy damlab beraymi deb to'laganni qo'rqatmanglar. Mijozinglar yaxshi-da, ha? Yaxshi. Odamni? Yaxshi. Yaxshi emas. Yaxshi anasi. Opa, qara, chiroyliqmikan? Voy, chiroyliqkan balam. Puli buningdami chiroyliqda tayinliq. Qaranglar dadisi. Ma bir bayramni deb, ma qizinglar Adil Muratjon balamni bo'za qilib, burmunch kiyim oldiribdi. Xuddi kiyim yo'q odamdek. Nima? Ha, kiyim oldiribdi. Kimda bo'zaq qilib deysizlar? Ma qizinglar Adil Muratjon balamni bo'za qilibdi. Ha. Derhal telefon qila, chaqqan kelsin. Dada kelenmezmiki? Onun üstüge bugün dejurni etti. Şunu bek olduray. Voy, bo'ldilar. Men kirib ishtigrek tamoq qilay, ya. Voy opa, o'ttag'ini. Voy, qo'sqing echib ketgan bo'lsa, dada o'zing bilan narsa qilib yeyolsang bo'lmabdi. Aha. Men tamoqlanmaydiganini o'zing bilsang bo'lam. Qachon erkish Qozonbekka o'tganini ko'rgansan? Rost. Rahmatli qaynonammi, rahmatli qaynotamni Qozonbekka o'tkazmaydi. Şuna anamı meni Qozonbekka o'tkazmaydi. Shundaqmi anasi? Ha, ras opa. Ma yil yozdi-chu. Ma yurtga berib urug' tuqqanlar bilan bir ko'rishib o'tgash. Rahmatli cho'ng opam, cho'ng dadamlarning tuproq beshini bir yo'qlab kelaylik. Ha, dada? Ma'qul bolam. Bo'ladi. Ajab bir ko'nglimdagi gapni qilding, ha. Rahmatli ota-onamga hayot vaqtida pat berib yo'qlayolmabdi ekanman. Xizmatini qilolmabdi ekanman. İçimde bir o't bor dadisi. Elam bo'lsin berib, ularning tuproq boshlarini yo'qlab kelayli. Bo'ladi anasi. Bu yil cho'qim vaqt chiqarib berib keladi. Bo'ldi, ko'ngilni yerim qilmanglar. Bo'shlar ko'ngilsiz gapni bir deyishmaylar anasi. O'tiringlar. Ko'ngilni yerim qilmag'ina. O'tiringlar. Opamning cho'nglarni vaqtida yo'qlayolmaganiga qaraganda sen bağızmamdın ya dada. Yo'q bolam, unda ish yo'q. O'choqlarda sharoit shu-di. Qor mashinaga o'tirib, necha kun yo'l manganda aram boratdik. Şu qarmashini bo'sadanglar shu vaqtda. Keyin şu akang bilan sizlarni boqimizda berib bo'lamagan bolam bizmi? Xizmatlarimizni aldirash bo'lib ketgan shu mezgillarda, ha anasi. Dada, opamning maash kartasining hozirgacha senda turganiga qaraganda, sen ayın ayni vaqtda opamni puldan qisib, shunga opam cho'nglarni vaqtida yo'qlayolmabdi ekanda. Aynur. Balam, şu vaqtdimi maaşımız çağlıqdı. O aydan bu ayga aran yetişdik. Mana hozir anam pat yüzü aladı o, ha? Anası maaş kartlarını berey. Va kerak bo'lsa, üzanlı ko'ngilni xalqini alamsizlar ya. Voy dadisi, kunib qopdi men sizning qulonlardan ilib xashlab. Rostida. Sen tehi yosh vaqtlaringda opamni ajab bir Aynur. Nabki yo'q gaplarni qilib dadangni nima xijil qilsa? Dadangdimi esil odam yo'qchimi ma jahonda? Qara degan gapini. Rast deyse balam. Yaşlıkta peyli şeytan deb adamның mijazi ishtigrek bo'ladi ekan. Nadan vaqtlarim kem balam. Nadan vaqtlarim kem. Mana hozir anam nemi dese, ha deyman o, sığdan çıkmayman. Şundaqmi anası? Ha? Anası? Yaş vaqtimda ko'p savallik mendan o'tibdikan. Voy, Sizlarni ranjitgan, dilinglar azor bergan yerlarim bo'lsa, meni kechirib o'tinglar.
Menden razı bulunla anısı. Oy dadısı. Esta. Neredeki gaplarni qilib, unda ko'nglinglarni yerim qilmanglar. Men sizlardan ming marot rozi. Unda demanglar. Dadam ko'nglidagi gaplarni qilyotdi. Opa, dadam ishqinglarning urushib qolganinglarni hayotingda bir qitimmi cho'nglarga deb boqmaganmiding? Yo'q bolam, demagan. Uni deganning nima foydasi? Uni desak, cho'nglarning yuragi zidi bo'ldigan gap. Turmush deganning xopiliqmi, xo'shliqmi tang bo'ladi. Shularga chidab o'talgan odam onangdikin uyini uy qilib tutdi jinim bolam. Bildingmi? Anang mening nurg'un egrimni ko'targan bola. Shundoq bo'lg'achqa biz mana mush kuniga keldik ha anisi. Shundoq. Junim opam, oq ko'ngil, roish opam. Oy, aqlli qo'zam, tatliq bolam. Anisi, bu yil sizlarni chet ellarga chiqib bir sayohat qildirib ekilaymi? Ha? Dada, Ha? sening eg'izingdami mushtaq gaplarni og'il bo'ldi ekan-a? Maysi bola. Rosta otamsan? Opa tez ma'qul deb bo'lmasa yeyinib oladi. Voy dadisi. Oy, uxlamay tush ko'rmas qansizlar. Yo'q. Dilmurod, ha ma'qul xotirjam bo'ling. Ha, Nima deydi o? Ha? cho'nglarni xotirjam qilib, ularning yinidan ayrilmang deydi. Voy jinim bolam. Yakila. Jun dada. Bana rast gap qila. O'tiringlar bir ish bo'ldimi? Boshqa gap bo'lsa, men uningga so'zlashim juma. Nima kulsa? Sen uyan bo'ldimi? Ha? Voy dada chidamadi. Nima kulsa deyma? Ha? Voy dada. Endi men sana rast gapni qilib aytay. Nimani deysan? Nimani? Voycha. Amaliyotda sana yozgan o xatga hamma gap yolg'on. Yalgan? Dilmuratning gapimi yalgan. Ananın kesel oğlum yalgan mı? Ha? Voy seni. Estağfurullah kandaksam bular seni, ha? Hey. Voy dada ma gapimni anglag'ina. Voy. Canımı çıkardın o sen benim, ha? Hey. Junim dada, avval bir gapimni anglag'ina. Men doim bu uyga kelsam yoki telefon bersam sen uyda yo'q. Seni so'rasam, og'inlar bilan shaxmat o'ynaga chiqib ketdi deydi. Kichik vaqtimizdami, doim biz opam bilan qolatdik. Sen uyda yo'q. Sening opamga ko'ynishingni, opamga hamroh bo'lishingni bek orzu qilardim. Shunga men opamga ichim og'rib, mushunda xat yozgandim dada. Hey. Bu gapni men udurla desam bo'lmamda, ha? Shunda mı aşırı yutamsa? Sen beni kan besimi örlep bir neyse kancısın diyemma. Ben sana gerek emesin bana. Undaq emas jinim dada. Men qandaq deyishimni faqat bilmadim. Voy meningda seni xo'p qilg'im yo'q. Sen mening o'maq dadamsan. Bu dada balishga nimlarni deshib ketib borsizlar? Hech nima, shu qizingizdan bir so'ranglar. Dada, hayotning yoqi taqoqib ketdi ha? Biroqchi qara, men buningdan sening opamni ne qadar yaxshi ko'rdig'ingni, hayotingni opamning bo'lmasa bo'lmaydiganligini his qildim. Oy, babolani. Rost dadisi. Ha? Bu yot niyozi nim gapni deshib ketdinglar? Anisi, şu gapni faqat bilmayli bir qo'yinglar. Yurgim qepidim bir chiqib ketib, aran o'ndiga tushdi juma hozir. Hey seni. Qo'panglar anisi. Öz kulağınla bilen bir tamak kılınla, bir hadım çıksın. Ma'qul. Jinim dada. Bugun qandaq kun bilamsan? Bugün ma? Çarşamba? Dada, bugun degan ayollar bayrami. Ha? Uy! Anisi, bugün bayramın okşamamda. Ha, bayramimiz. Shunda o'xshaydi dadisi. Men kirib tomoqlarni tayyorlab. Voy opa, xo'sh bo'p qolay. Bugun oshxona uyga bir kirmagina. Dadam ishkimizni mehmon qilsin. Uy, çatak yok. Bugün kartadaki puldan hemmesi var o. Sizlerine en isil, en katı noçu bir yaga bir mimar gibi. Kanda, konulunlar nimen halaydı o. Ne varımız anısı? Rasma. He. Emsçu. Yosh vaqtimizdagidek tans o'ynab kelandi. Voy o'moqlar. Dada, mehmon qilsam emasmi? Opamga chuqur sovg'a berishing kerak bu degan bayram. Bo'ldi. Bugün
men üzemni ananlık soğatlık atadım. Oy can dadam. Sen bek olmakçımı rahmet. Biz için bek hoş bulduk. Mihman kılgandek bulduk. Şundak. Dilmurat oğlunla hemmini teyya kılıp bizni saklawatydy. Oy. Akan ulan yengenço. Ulamy bille. Şoňa Dilmurat boyamağa telefon kıpdyke men nim diýişimni bilmeýşim. Tezrak baýly. Ya şu bala avar kıptık da balam. Toxtam. Ben ne koydu ya? Oy. Ha, wey. Ha, toxtaxınma. Ha, men şu. Men ma. Ba. Men bugün çıkamaydan bulup kaldı. Hem akın. Vay dadısı. Vay akıllı dadısı. Çakkan bununla. Derhal mağala. Çakkan bununla. Vay madem ne? Bununla ne sen? Makul. Apa, men maňa şu sana hemen çendirip goýma.